Hammaga salom. Bugun sizlar bilan men Leocraft. Bugun bize o'zingizlarning xohish va istaginglarga binoan zombilarga qarshi videosining ikkinchi qismini olaman. Endi sekin videoni boshlash uchun mana shu bedrock xonaga kirib olamiz. Buni ichida sandiq ichida kerakli bo'ladigan arujo va kiyimlarim bor. Sekin ularni olamiz. Oldingi safar boshqa kuchli arujalarni oldim. Bu safar qiyin bo'lish uchun, qiyinroq bo'lish uchun olmosli arujalar oldim. Mana sekin kiyib olamiz. Endi bu yerda menga kerak bo'ladigan qilich va 30 ta olma. Endi sekin kunni qorong'i qilib, o'zi kunni qorong'i qilish ham shart emas. Sekin men vijivaniya ko'rinishga o'tib olaman. Mana men vijivaniya ko'rinishga o'tib oldim. Har ehtimolga qarshi kunni ham tun qilib oldim. O'zi kerak emas edi. Men katta bedrock xonani tepasiga katta qilib tom qildim. Buni sababi oldingi qismida 50 ta zombini o'ldirish uchun o'ldirib bo'lishim bilan o'zi ertalab bo'ldi. Shuning uchun bugun bu xatoni qilmaslik uchun qotishini mayli. Bitti. Olmayı bu yelmekte. Böyle bot. Yine zombiler bola. Çiğliş kıyım oldu. Diyorum bunu kotta. Şunun kıymetleri şeyler. Bak böyle.
aka, bitta o'zim bu ana mana o'sha 100 ta zombini qiynalishlar bilan o'sha yutib bo'ldim. Hammasini o'ldirib bo'ldim. Videoni shu joyigacha ko'rganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Mana shu videoda 5 ta like yozib bersanglar, yana buni 3-qismini olishga harakat qilaman. Endi menga bitta bo'lmi? Buni keyingi qismini, 3-qismini olishga harakat qilaman. Buni 3-qismida men 100 ta emas, 150 ta zombiga qarshi bir o'zim urushaman. Qani gazini bosib like'larni yig'ib tashlaymiz. Keyin 3-qismini men albatta YouTube kanalimga joylayman. Video shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar.